Sizning injenerlar haqidagi tasavvuringiz noto'g'ri. Juda ham ko'pchilik injener deganda har xil texnikalarni tuzatadigan odam tushunadi. Xalq tilida aytganda usta. Lekin adashasiz. Injenerlarning vazifasi har xil texnika va texnologiyalarni yaratish, ya'ni tuzatish emas. Injenerlarning asosiy vazifasi xalqni qiynayotgan muammoga yechim topish va ixtiro qilish. Misol qilib aytadigan bo'lsak, liftni injenerlar yaratishgan, lekin uni tuzatadigan odam injenerlar emas. Yaxshi injener hamma joyda har doim kerak. Yaxshi injenerlarni yetishtirish uchun esa bolalardagi ixtirochilik ko'nikmasini yoshlikdan shakllantirish lozim. Bunda sizga o'zining robototexnika va IT kursi orqali Robot Akademiyasi yordam beradi. 8-15 yosh oralig'idagi bolajonlarni Robot Akademiyasida kutib qolamiz. Videoni boshida typing mashinasida nima so'z yozganimni izohda yozib qoldiring va bu videoni injener do'stingizga jo'natib qo'ying.